qutlug' ayyom shodiyonalari Surxon vohasining mehnatkash va fidoi ahli yashaydigan Bandixon tumani markaziy sport o'yingohida ham o'zgacha shukuh bilan boshlandi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz ezgu g'oyasi ostida jam bo'lib minglab yurtdoshlarimiz nigohida bugun haqiqiy bayram nafasi sezilib turibdi. Muhtasham maydon uzra yangragan davlat madhiyasining sadolari har bir qatnashchi qalbida vatanga bo'lgan sadoqat va cheksiz faxr tuyg'usini yana bir bor uyg'otdi. Tantanali kechani tuman hokimi kirish so'zi bilan ochib, barcha yig'ilganlarni va tuman ahlini eng ulug' bayram bilan qutladi. Tuman rahbari o'z nutqida yangi O'zbekiston islohotlari doirasida so'nggi 10 yilda Bandixonda erishilgan ulkan yutuqlarga to'xtalib o'tdi. Bandixon viloyatda eng yosh tumanlardan biri bo'lsa-da, qisqa davrda agrar soha, ishlab chiqarish va zamonaviy infratuzilmani barpo etish borasida viloyat miqyosida yetakchilar qatoridan munosib o'rin egallagani alohida faxr bilan e'tirof etildi. Shodiyonaning badiiy qismi tuman madaniyat bo'limi ijodiy jamoalari, milliy ansambllari va yosh iqtidorlarning rang-barang chiqishlari bilan davom etdi. Xalqona va dilrabo kuy-qo'shiqlar maydonni jonlantirdi. Tomoshabinlarning yuz ko'zidagi xursandchilik, chehralarida namoyon bo'lgan mamnuniyat va osoyishtalik istiqlol bergan eng oliy ne'mat, yurt tinchligi hamda porloq kelajakka bo'lgan ishonchning amaliy ifodasi bo'ldi. Hurmatli prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan, tashabbuslari bilan Bandixon ayniqsa keyingi 10 yilliklarda beqiyos o'zgardi. Xalqimizning shodiyonasida katta, xursandchilik katta. Chunki bayramga xalqimiz to'yana bilan kelishga odatlangan. Biz Bandixonliklar g'alladan, pilladan hammasidan yuqori hosil olib, yurtimizning oldida, xalqimizning oldida yurib bo'lyapti. Bizning dehqonlarimizning mehnati, buni nimaga erishdik? Katta mablag'lar hisobiga suv keldi. Bu to'palarning o'zidan ham oqar suv, ham ichadigan ichimlik suv keldi. Bular hammasi Bandixonga ob-hayot topdi. Bayram kechasining eng hayajonli va kutilgan daqiqalari poytaxtdan kelgan el ardog'idagi san'atkorlarning chiqishi bilan yanada fayzli tus oldi. Jo'shqin kuylar ohangi butun Bandixon ahlini yagona raqs va ommaviy chapaklarga chulg'adi. Bandixon osmoni uzra porlagan bayram shu'lalari yangi O'zbekistonning har bir shahar va qishloqlarida davom etayotgan istiqlol zafarlarining yorqin timsoliga aylandi. Mustaqilligimizning 35 yillik shodiyonalari yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.